Ushbu ko'rib turgan videoyingizda kadrlarda fojiali tarzda Murodjon akani uyiga o'tib ketdi. To'g'risi, uyi ahvolini ko'rib ichlarim g'alati bo'lib ketdi. Hech kimga bunaqa musibat boshiga tushmasin, qadrli do'stlar. Uyi endi remont qilib, to'y qilaman, kelin qilaman deb harakat qilishgan ekan. Xullas, qadrli chusiylar, sizlardan shu ulug' ayyom kunlarda, ro'za oyida o'z hissangizni ushbu oilani tiklanishida birdamlikka chaqiraman. Qo'lingizdan kelgancha hozir pastda karta qoldiraman. Hammamiz birdam bo'lib yordam beraylik. Ehsoningiz bo'lsa, qo'lingizdan kelsa, qaysi tomonlama paxta, yog'och, qurilishga ishlatadigan bir mahsulotingiz bo'lsa, yordam qilsangiz, Xudo xohlasa yaxshilik bilan qaytadi. Barchamiz shu qiyinchilik kunlarda birdam bo'laylik. Qadrli chuslilar, chus xalqi. E'tiboringiz uchun rahmat.